Hormuz yopildi. Urush o'zgaradimi? Urush borishi o'zgaradimi? Tugaydimi? Kuchayadi, nima bo'ladi endi bu? Va siz urushni to'xtatishadi, Eron tarixida yangi davr boshlanadi deb yozdingiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum yana bir bor. Bugun kechki payt neft bozor birjalari ochiladi yana yangi haftadan keyin. Va bu yangi haftani boshlanishidan oldin mana hozir kelgancha ham ko'rib keldim. Juda ham katta neft Nasdaq bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Katta birjalar o'zini prognozini beryapti. Demak, neft bir paytni o'zida 20% gacha oshishi mumkin birdaniga degan masala ko'tarilyapti. Rossiya va OPEC davlatlari boshqalar neft qazib oshirishni ko'paytirish haqida gapirishyapti. Lekin arab mamlakatlari neftni sotib ko'paytirgani bilan qazib chiqarishni uni Hormuz bo'g'ozidan chiqarish olmaydi Arab dengizidan. Bu o'z-o'zidan demak neft bozorida yangi inqirozni vujudga keltiradi. Bu shak shubhasiz. Agarda mana shu kunlarda demak agar qandaydir o'zgarish bo'lib Hormuz bo'g'ozi ochilmasa, agar bu bir necha haftaga va oyga cho'ziladigan bo'lsa, bu Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zi uchun juda ham katta bosim. Chunki Amerikada jamiyatida neftga tanqischilik darhol seziladi. Chunki baribir ko'p neftni ularda benzin narxi oshsa tamom. Ha, ularda nima deydi, hayotning o'lchovi benzin narxini o'sha narxi bilan belgilanadi. Gallonni necha mashinalar ham juda ko'p benzin ichadi. Ha, ular avtobusda yuradigan mashinalarda yurishadi, 20 litr kamida. Endi bizga o'xshab juda ekonomik mas'ullar. Xo'p, mazkur jarayon AQSh jamiyatida darhol bo'linadi. Bu o'tgan safar ham o'sha Kaliforniya shtatidan boshlangan edi, buni bilinishi va keyinchalik boshqa shtatlarga iqtisodiy neftni iste'mol qiladigan juda ham katta shtatlarda darhol bilinadi va bu shtatlarning senatorlari o'z-o'zidan kongressda chiqishlar qilishni boshlashadi. Bu Trampga ham va boshqalarga ham ta'sir qiladi va urushni muzlatish darajasiga olib kelishi mumkin. Urush tugash haqida gap ketmayapti bu yerda, ko'proq muzlatish haqida. Ya'ni harbiy harakatlarni to'xtatish. Bu shundoq ham hozir menimcha Eronni javobini kutishyapti. Eron 27 ta obyektga zarba berdik dedi va endi mana Oyatulloh Xomeneyning o'ldirilishi ortidan Qasos operatsiyasi amalga oshirilishi belgilanyapti va bu ham katta ehtimol bilan Isroilgacha boradi. Iordaniyadagi harbiy bazalar, Bahrayndagi harbiy bazalar nisbatan hali butun ularga zarba bo'lsa kerak, chunki bilamiz Bahraynda Amerika Qo'shma Shtatlarining quruqlik operatsiyasi amalga oshiriladigan bazasi bor, harbiy bazasi bor. U yerda asosan askarlar, ya'ni morpexlar, ya'ni dengiz piyodalari joylashgan. Juda ham katta Centricomni urdi, ancha joyiga zarba yetkazdi, 1 milliardlik katta anaqasini yo'q qildi, radarlarini. Endi Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining razvedka bazasi bor, bilamiz. U bazaga ham zarba berilish masalasi turibdi. Ya'ni Eronning javob bo'ladi har qanaqasiga, chunki Oyatulloh o'ldirildi va atrofda 40 dan oshiq juda ham yuqori lavozimdagi generallar, Islom muhofizlar korpusi generallari o'ldirildi va bunga Eron javob berishga qaysidir ma'noda ma'nan mas'ulda. Va buni qilsa kerak katta ehtimol bilan. Lekin undan keyin nima bo'ladi degan masala bor. Undan keyin katta, men shu uchun ham kanalda yozgan edimki, katta chiqish bo'lsa kerak Amerika tomonidan bu neftlarni o'ynash oldidan, chunki ertaga birjalar faol narxlar oshib ketadi va shu joyda Amerika chiqish bilan chiqsa kerak. Ya'ni bu urushlarni to'xtataylik deb men qayerdadir ham o'qidim, Italiyani o'rtaga vositachilikka solib Eron tinchlantirishga chaqirgan degan. Italiya mudofaa vaziri Dubayda qolib ketibdi. Ha, endi o'zi uchun ham aytgan bo'lsa kerak-da, endi mana shu yerdan tinchgina nima deydi, oilasi bilan dam olishga borgan ekanmi, o'sha taraflarda qolib ketdi. Endi qizig'ida mana harbiylarning generallar mudofaalari shunaqa prognoz qilisha olmagan masalanda. Ha, yapon. Masalan, men shaxsan o'zimda ham mana 4-5 kunlik kunda dam olish bo'ladi, xudo xolasa mana hayitda, keyin ro'zada, Ramazon naqada, Navruzda bir niyat bor edi. Ancha oldin. Men 3-4 oy oldin qaragandim. Bu yerda vaziyat yaxshi emas. O'sha Maduroning o'g'irlangandan keyin u yoqdagi ikkinchi flotni kemalari, esminetchilari Yaqin Sharqqa qarab yurgandan keyin o'zi aytilish boshlangan edi o'zi. Bu yerda demak nimadir harakatlar boshlanadi deb ko'p gapirdik, mana studiyalarda gapirdik, boshqa nashrlarda ham intervyularda berdik. Demak, Eron bu narsaga tayyor turgan edi. Lekin bunaqa oqibatlar bo'lishini kutmagan shekilli o'zlari ham. Ya'ni Oyatulloh oliy rahbarning hattoki o'ldirilishi.
Endi ichkarida ham juda ham ko'p insayderlar bor ekanki, aniq manzillarni berishgan. Chunki Oyatulloh Xomanay juda ham qattiq qo'riqlanadigan obyektlarda yashaydi. U o'zi Tehronda ham kamdan kam bo'lardi, Qum shahrida bo'lardi u. Yo zarurat bo'lsa Tehronda urilyapti. va Tehronda o'ldirilyapti va eng qizig'i yuqori generallar, mudofaaga mas'ul bo'lgan Islom muhofizlar korpusini generali. Bundoq olganda mudofaa vazirida endi. Mudofaa vaziri boshqa-yu, lekin o'sha darajadagi inson, qo'mondoni ham o'ldirilyapti va Eron uchun ham to'g'ri biz Eronni raketalarini gapirgan edik, juda ham ko'p va xo'p gapirilgan edi, lekin bu raketalar ham qutqarib qola olmadi. Va meni fikrimcha Amerika Qo'shma Shtatlari ham bu yerda uzoq muddatli urushlar uchun kelmagan. Chunki 300 tadan ortiq Tomahawk deyildi, uni yarmidan ko'p ishlatib bo'ldi shekilli. Yana bir nima deydi, to'lqin zarbalar berilishi mumkin, lekin oylab, yillab bu yerda xuddi Iroqdagi kabi harbiy operatsiya yoki urush olib borishni rejalashtirmagan Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki hamma askarlarni qaytamay olib ketdi-da mintaqadan. Hattoki uylariga ham qaytishgan edi. Hozir urush boshlanadigan bo'lsa, Isroil askar jo'nata olmaydi. U jismonan unaqasi ham imkoniyatlari ham yo'q. Quruqlik juda noreal bo'ldi. Ha, va quruqlikda Eron botqoqlik va tog'liklardan iborat o'rab orilgan va u kirib oladigan qismi yo'q deyarli. Endi Pokiston bilan chegaradosh hududlardan kirmasa agar juda hozir ham qiyin masala. Bu ham qiyin masala, atak piyodalarni kiritadigan, ya'ni quruqlikdagi operatsiya amalga oshirish imkoniyati yo'q va hozir katta ehtimol Amerika Qo'shma Shtatlari o'zi maqsadga erishganligini e'lon qilib, harbiy harakatlarni to'xtatsa kerak. Hatto o'xshayapti farqiga, chunki Tramp ham aytdi-ku, Eron kuchli zarba beraman desa shuni bermasin deb aytayapti. Demak, ko'p jihatdan to'xtatmoqchi. Ko'pchilikni to'xtatmoqchi va endi muzokaralarda endi birdani tiklashmoqchi bo'lishyapti. Lekin hozir alamzada bo'lgan Eron va Eronning o'sha teokratik tizimi bu narsaga rozi bo'lmaydi. Lekin urushni to'xtatsa kerak, chunki og'ir zarbalar bo'ldi. Mana 2 kun ichida maktabni urushda endi bilmayman. Endi keyingilari vabank ketib qolishi mumkin-da, juda ham, ya'ni maqsad nima edi? Masalan, u bir kichkina shaharchadagi maktabda u. Masalan, adashib bu binoni emas, bu binoni zich joyda urdik desa, masalan, u Tehron emas edi, Isfahon emas edi u. Nurbek, qarab ko'ring, shu maktab oldida biror harbiy obyekt bo'lganmi? Ya'ni nega aynan maktab? Ya'ni qizlarni biz endi ko'p aytamiz, g'arb ayollar huquq to'g'risida ko'p aytadi. Bu yerda esa yosh qizlar 108 ta, to'ki bir ma'lumotda 148 ta odam asosan bolalar o'ldirildi. Nurbek, shuni qarab ko'rasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari butun dunyoga inson huquqlari, gumanitar huquqni jar soladigan odam va davlat bu ishni qilishligini nima bilan oqlaydi? Bu oqlolmaydi hech narsani. Isroil bilan bir xil bo'lib qoldi. G'azo qanaqa urilgan bo'lsa, maktab bolalari, shifoxonalar urilgan edi. Bu yerda ham xuddi shunday bo'ldi-da. Rasmiy bayonot ham berilmadi. Bu bo'yicha berilmadi. Masalan, shunaqa bo'ldi degan masala ham aytilmayapti. U nima deydi hozir aka? Bolalarni o'ldirdik, uzr deydimi? Nima deydi? Men endi bir o'sha o'zini prinsiplaridan kelib chiqqan holda qaysidir bir rasmiy bayonot berish kerak-da. Endi nimadir deyish kerak-da o'zi. Shunaqa bo'ldi deb aytish kerak-da. Ikkita yo'li bor. Yo tanomasdan iloji yo'q, chunki bor fakt u nima qilindi. Demak, urushda mana shunaqa holatlar bo'ladi, biz noto'g'ri qildik yoki mana bu aybi bilan shunday bo'ldi degan fikrni aytish kerak-da, o'zini yuzini saqlab qolish nuqtai nazaridan. Lekin vabank yurishdi. Endi nima qilsang ham nadomat bo'ladi, kattaroq ur degan naql bor-ku. Shunga qarab yurishdi-da Amerika Qo'shma Shtatlari. Kichkinaroq zarba bersak ham, kattaroq zarba bersak ham xalqaro huquqni buzilishi ekanmi, birato'la yetakchilarini ham, siyosiy tizimini ham yo'q qiladigan darajaga zarba beraylik degan juda ham qaltis o'yin qilishdi-da. Trampni bu narsaga katta ehtimol bilan to'g'ridan to'g'ri aytish mumkin, Isroil majbur qildi, Netanyahu majbur qildi. 7 kun oldin rejalashtirilgan tashrifdan oldin bordi. To'g'rimi? 19-da rejalashtirilganda 12-dan shunaqa bordi. Nimaga? Nimaga bu jarayonlarni tezlashtirdi? Nimaga Narendra Modi keldi? Tolibon qo'llab-quvvatlanishi ma'lum qilib yorilyapti. Demak, Eronning sharqiy hududlari, chegaralari haqida muhokamalar bo'lyapti. Pokistonning yordam masalalari. Bu demak tezlashtirilgan jarayon. Ya'ni Tramp xohlamadi, bo'lib qolyapti bu hozir jarayonda. Netanyahu esa uni urushga qo'shilishga majbur qilgandek bo'lib qolyapti. Vaholanki Isroil berdi birinchi zarbani, Amerika Qo'shma Shtatlari emas.